Akalar, assalomu alaykum. Gul ishqibozlari bor bilaman oralayinda. Obunachilar orasida ham bor. Qiziqadiganlari ham ancha-muncha ko'p buni. Xullas, o'zim shaxsan minib yurgan mashinamni sotmoqchiman. Narxi kimga qiziq bo'lsa videoni ko'rib tursalaring oxirigacha. Narxini video davomida aytib o'taman. Xullas, mashina ideal holatda, chotki 2008-yil ishlab chiqarilgan 0.6 injektor motorlarda. Motorlari uchinchi usilining bo'lgan. Yanvar 7.2 kompyuterlar qo'yilgan, 15 saka diskalarda chiroyli, balon holatlari yangi holatda, hali hech qancha yurilmagan. O'zim qo'yganman yaqinda. Xullas, mashinaning kamchiligi yo'q, motor ходовой korobka gram ishi yo'q. Bemalol kelib, minib ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Xullas, mashina arqa oldi вообще pechat, metan gazlari bor, 903 pultlari bor, test monitorlar, hozir bitta salonini ham ko'rsatib o'taman. Xullas, mashina pultga ham o'tadi, benzinga ham, gazga ham bezatkazib yuraveradi. Salon holatlari chiroyli holatda, multirol, test monitor, video registrator, pultigacha bor, 903, orqada subwoofer, yaxshi kolonkalar, original. Xullas, mashina chiroyli holatda, oladigan minadigan mashina, kamchiligi yo'q. Xullas, gem beriladi. Aloqaga chiqsalaring, o'zim yana bir bahsluja tushuntirib o'taman. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 3000 so'rayapman. Yana tepasida kelishiladigan joyi bor, ozmos. Gen daverimiz beriladi. Bemalol aloqaga chiqishlar mumkin.